Assalomu alaykum. Arab tiliga kirish darsligimizning 33-darsiga keldik. Bu dars arab tilini fonetikasi va imlosiga qaratilgan. 33-dars yozilmasida o'qiladigan harflar. Quyidagi so'zlarda alif ishtirok etmasa-da, uning o'rniga tik yozilgan fatha ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Ya'ni mana bu tik yozilgan fatha ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Ya'ni bitta alif borday o'qiymiz. Mana ilahun bo'lardi fatha bo'lganda. Lekin ilahun. Mana xuddi mana shunday qilib turib o'qiymiz. Rahman, hada, zalika, haula'i, lakin, adamu, akharu, amanna, ibrahimu, ismailu, ishaqu. Xo'p. Taqdir qilingan ya harfi. Ya'ni ha harfidan oldingi harf harakatlik bo'lsa, haning harakatini ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Ya'ni mana bu ha harfi. Ya'ni kasra bilan. Ha harfi mana harakatlik. Undan oldingi harf harakatlik bo'lsa, mana ba harfi. Bu ham harakatlik. Mana shu ha harfini harakatini ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiymiz. Bihi ham o'zi shunday ko'rinish. Shuni bihi deb cho'zib o'qiymiz. Ya'ni ha harakatlik, undan oldingi harf harakatlik, shuning uchun ha ning harakatini cho'zamiz. Bihi, bi amrihi, bi hukmihi, bi qudratihi, hadihi. Mana shunday qilib cho'zib o'qiymiz. Agar ha harfidan oldingi harf harakatli bo'lmasa, mana ha harfi undan oldingi harf harakatlik emas. Harakatlik bo'lmasa, ya'ni sukunlik bo'lsa, ha ning harakatini cho'zmaymiz. Minhu demaymiz. Minhu, ilayhi, anhu, akrimhu. Mana shunday. Demak, bunda ham shu ha harfidan oldingi harf harakatlik bo'lsa, uning harakatini ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Kasra bilan kasraligida mana tepada. Endi shu bilan zammalik. Ha harakatlik, undan oldingi harf harakatlik, shuning uchun ha ning harakatini cho'zamiz. Lahu, xuddi mana bunday. Lahu, amruhu, hukmuhu, qudratuhu, maluhu. Quyidagi so'zlardagi vav harfini ustida zamma harakatini ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Mana bunday so'zlar bor. Shuni ustidagi zamma ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Bu so'zlarni tanib olsak, bizga kifoya qiladi. Davudu, mana bu vavni cho'zyapmiz ya'ni. Davudu, Tavusu, Ruusu, yaqrauna deb cho'zamiz. Ya ko'rinishidagi alif. Quyidagi so'zlarda ya ko'rinishidagi nuqtasiz bo'lgan alif maqsura o'qilmaydi. Uning o'rniga o'zidan oldingi fatha ikki harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Ya'ni mana bu yerda alif maqsura turibdi-da. Ana shu alif maqsura, ya'ni ya'ning nuqtasi yo'q. Shu o'zidan oldingi harfning harakatini, mana fathani, ya'ni cho'zadi. Xuddi alif
mad alif cho'zganidek bu ham alifning ko'rinishi shuning uchun cho'zadi. Ila, ala, lada, mata, anna, hatta, shatta, ta'ala, a'la, Musa, Isa, Yahya, Murtada, يتزكى فترضى سواها. ya'ni mana shu yoqda o'rtada kelyapti. Mana shu yoqda fatha bor. Ya'ni o'rtada kelyapti. O'rtada kelganda shu ya ko'rinishida keladi. Chunki buni nuqtalarsiz qo'yilsa bu yoqqa tushunarsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun ya ko'rinishida keladi, lekin uning harakatlari bo'lmaydi. O'sha alif maqsura turganidan dalolat. Bu ham shunday sawwaha, dassaha, zakkaha, fasawwaha, uqbaha deb turib cho'zib o'qiymiz. Vav ko'rinishidagi alif. Quyidagi so'zlarda vav o'qilmaydi. Uning o'rniga o'zidan oldingi fatha 2 harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Ya'ni mana vav turibdi, undan oldin fatha va vavning harakati yo'q. Hech qanday harakati yo'q. Mana shu undan oldingi fathani cho'zish uchun turibdi bu yoqda. Shuning uchun o'qilishi solatun, zakatun, zakatun, hayatun, g'adatun, riba deb cho'zamiz. Quyidagi so'zlarda vav o'qilmaydi. O'qilmaydigan harf ustiga sukun belgisi qo'yiladi. Bunday so'zlar borki, vav o'qilmaydi. Bu so'zlarni ham bilib olsak agar, bizga osonroq bo'ladi, esda qoladi va shunda vav o'qilmasligini biz bilamiz. Ulu, uli, ulati. Mana vavni o'qimayapmiz. Ulai, ulaika. Quyidagi so'zlarda alif harfi o'qilmaydi. Ya'ni ya'ni ko'plik uchun ishlatiladigan mana bu alif o'qilmaydi. O'qimaymiz buni. Bu ko'plikni dalolati, ya'ni ko'plikda grammatikaga tegishli qoida, lekin ko'plik uchun ishlatiladi. Ya'ni harf hazf qilinganidan dalolat. O'qilishi amanu, aminu, qalu, i'lamu, i'malu. Ana shu aliflar o'qilmaydi. Shu bilan 33-darsning husn xatiga keldik. Husn xatini bu qatoriga qarab turib bu qatorni yozamiz va buning mustaqil yozamiz bu qatorni. Va bu yoqda ham xuddi shunday. Bunga qarab turib buni yozamizda va buni mustaqil yozamiz. Bu qatorga qarab turib buni yozamizda, keyin buni mustaqil yozamiz va buni qo'shib qo'yamiz, ya'ni ustidan yozib qo'shib qo'yamiz. Shu bilan arab tiliga kirish darsligimizda 33-darsi nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.